Hammaga salom akalar. Chus Avtogaz Masterda yangiligi biri. Sizlar so'radinglar, biz olib keldik. Bu gloshidelga tiqib qo'yilgan datchigimiz AFR datchik deyiladi. Bu nima beradi? Bu karburatorli mashinalar uchun regulirovkani bittada yechimini beradi. Nima degani? Oldin hamma biladi, hammaga sir emas. Karburatorli mashinalar ruchnoy regulirovka qilingan. Bu gaz ko'payapti, kamayapti, klientlar 2 marta, 3 marta kelishiga to'g'ri keladi. Endi bu datchik orqali mashinamizni gazini normada qilib, rasxodlarni ham cho'tki qilib, tortishlarni ham cho'tki qilib, shu pokazatellar orqali to'g'rilab berishimiz mumkin. Kimda kim gloshidelida hidi bo'lsa, gazni rasxodi ko'p bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Idealni qilib bajarib beramiz. Fanga asoslangan holda. Xudo xolasa bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun nomerlarimizni saqlanib qo'yinglar, bizga podpiska bo'lishi esingizdan chiqmasin. Bu videoni gazda, Damas'da gazni hidi chiqib turadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.